Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ko'ribsizlar, dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlariga Toshkent Rossiya yo'nalishi bo'yicha reyslarimizni amalga oshirib olib bormoqdamiz. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekranda 93 kodi bilan 258 8080 nomerlarini qoldirib o'tib qo'yganmiz. Aniqtirib ko'ribsizlar, yangi tushgan masjidimiz orqasida Abu Sahiy avtovokzalimiz joylashgan. Kirishlarga avtobus kassalarimiz bor. 8-9 kassaga kelib, biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Dushanba, payshanba kunlariga Toshkent Moskva, Toshkent Samara, Toshkent Penza, Toshkent Rizan yo'nalishlari bo'yicha M5 trassa yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz amalga oshirib boriladi. Seshanba, juma kunlariga reyslarimiz Toshkent Kazan, Toshkent Ufa, Toshkent Perm yo'nalishlariga, Toshkent Krasnodar, Toshkent Rostov-Don-Don, Toshkent Saratov, Toshkent Volgograd sanasam reyslarimiz juda ko'p. Seshanba, juma kunlariga pashti hamma yo'nalishlarimiz mavjud. Ekrondagi 93 kodi bilan 258 8080 nomerlarga telefon qilib, bir kun oldin messilarni bron qilib qo'yishingiz mumkin. Ilk primo telefon qilib kelishingiz ham mumkin aziz vatandoshlar. Shu yerda o'zim kutib olaman. Chiroyli qilib shu avtobuslarimizni inshaalloh Toshkent Abu Sahiy avtovokzalidan chiqib ketishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar vatandoshlar.